senin qaytadigan en rahat makanın. Bu kararım onun qanchalik ta'sir qiladi? Xohlagan hayotda yashash erkinligingiz bor. Biz ajrashib ketaylik. Ben gap qilyapman, anglayapmisiz ya? Biz ajrashib ketaylik deyapman. Aldım. Oldu. Ey, mashina, pul pichak, hamma sizga qolsin. Bolalar qolsin. Balını mən alıma. Başqa heç qanday narsa mən kerak emas. Hey, o balını siz ağam bilan keyin kunlarni qanday o'tkazsizlar? Siz ularni o'ylashma. Men qanday o'ylashmay tura olayman? Ma bola bilan ishqimlarni ko'chaga chiqarib o'tishga mening ko'nglim mananda. Albatta unumaydi. Siz unchalik tuzkor emas. Nimishqa men bilan urushmaysiz? Nimishqa sen taloq qirding? Bana yüzsüzlük qilding demaysiz. Chunki siz undan erlardan emas. Lekin nemishqa? Hech qachon sizga qarsilab boqmadim. Hech qachon sizni aldabma boqmadim. Lekin Bilma. Siz uni qilmaysiz. Sizning boshqa sabablaringiz bor. men sizni burunqidek yaxshi ko'ramadim. Deydidim. Lekin yana bolani o'yladim. Balın deb ig'iz ochamayotganligingizni bilma. Ko'ngil ayab yurayotganligingizni bilma. Shunga sizning qaroringizga hurmat qildim. Nimishqa? Sizning qaysi tarafingizning eng yaxshi ko'rganligini bilamsiz. Yo'q. Har qanday ish qanchalik chiroyli boshlangan bo'lsa, shunchalik chiroyli oyoqlashsa bo'ladi. Siz mushunda o'ylay olasiz. Agar siz xiyonat qilishni tanlagan bo'lsangiz, mendan yoshirishni o'ylagan bo'lsangiz, bu ishlar qo'lingizdan keladi. Lekin siz unda qilmaysiz. Men rostla amalsiz qoldim. Hozir qanchalik azoblanayotganligimni siz bilmaysiz. O'zi yaxshi ko'rgan bir odamning ayrilish taklifini qabul qilishning qanchalik tez ekanligini siz obdan bilasiz. Endi bola qanday qiladi? Bu qarorim onun qanchalik ta'sir qiladi? Buni bilmayman. Sizning xohlagan hayotda yashash erkinligingiz bor. Shuni sizni qo'llayman. Bu Gülsay sen boshqacha yiqib qoldi ya dada. Elbette balam. Dünyada talaylagan gülsaylar buluşu mümkün. Ama bana maskegini, ko'nglimni utqini, meni xotirjam qilgini dal mushu Gülsay. Oy dada, men sen bu Gülsayning ham gapini qilsam, bu shoirlardek yo'q ketdingmi? Baya ayoling bilan o'tiranda deyishgan gap qulog'imga kirib qoldi balam. Ayni vaqtda o'zingmi ayolingni tanlading. Bizmi mahallada cho'ng to'y qilib, beshinglarni qo'shib qo'ydik. Dunyoda ayolingdimi chiroyli,
ayolingdimi iditlik nurg'un ayollar bo'lishi mumkin. Ammo o gulchiraylarning hammasi sening emas. Faqat ayolinglar sana taalluq. Oğul şu da. Lekin ben qandaydir onu yüzkilenmeydiğen bir iş qilib qo'yib, anandan keyin bu gapdan deganim yo'q. Men seni obdan bileme bala. Sen onda tuzgurladın emas. Men seni ajratsan yüzün tökülüdü, balağını yetim qilma deb to'sib qolamayman. Ammo bir gapni deb qo'yay. Biz yashayotgan yerimizdan zerikib, güzel, chiroyli yerlarga sayohatga boramiz. Boshqa yerdagilarmi biz zerikkan bu yerga sayohatga keladi. Ammo ular sayohatga borgan yerda makonlashib olmaydi. Ularmi uyini sig'inadi. Aman bir kuni oilasiga qaytib keladi. Sening qaytadigan eng rohat makoning ayolingni yeni bo'lishi mumkin bola. Senin deganing rost da. Lekin Men seni obdaroq o'yinib baqson deb bu gaplarni da'vataman. Mumkin bo'lsa so'g'oqqan bo'lib, yenişlab qayta bir o'ylab baq. ma'qul. Bekor bo'lsang, mao chaplaqdan bilimga bir chaplab qo'ysang o'tdi. Ay, dada. Burroqli demamsa deyman bunday gaplarni. Senmi mush gaplarni to'ydan burun degan bo'lsang, obdan bo'ladi. Ajraşmanlar ata onular yetim bulmuşsun sebep olalar sebep olalar. Gülsay qo'y quyruq may yurishliklarini setib olsangiz, bevosita 181 29 23 36 68 nomer bilan aloqa qilishing.